Bu xonadonimizga kirganimizda bittada wow deb yubordim deydi. Nimaga? Nima sabablarini bilasizlarmi? Hozir sizlarga ko'rsataman. Kelinglar. Qaranglar. Shu mehmonlaringizni bitta olib kelganingizda wow deb yuborishi 100% aniq. Hurmatli obunachilar, bu xonadonimiz juda ham fayzli. Hozirgi kunda yangi remontdan chiqqan, hali hech kim yashamagan Milliy bog' metroning yonginasida joylashgan. Qaranglar. Bu yoqqa 8 ta stol qo'yishgan, posudalari bilan. Xullas bu yoqqa esa miyaqi mebellari bor, jurnalniy stollari va kartinkalarimiz, uyimizni kraskalari atachinto qilingan va bu yoqda televizorimiz ham bor. Xo'p, do'stlar, kirosh qismimiz bu yoqda joylashgan. Kirganimizda mana o'ng tarafimizda garderob qismimiz joylashgan. Uyimiz 100% to'pli pol. Endi esa sizlar bilan oshxonaga kiramiz. Ko'p vaqtimiz oshxonada o'tadi. Bunga arziydigan oshxona kerak bo'ladi. Mana sizlarga arziydigan oshxona. Qarang, oshxonamizda barcha mebel texnikalari bor. Xolodilniklarimiz, stiralkalarimiz va vitichkalarimiz nima xohlasanglar hammasi bor va bu yoqqa 6 talik hozircha stol qo'yishgan. Kengaytirib olsanglar bo'ladi. Menimcha oilaga 6 ta yetadi. Chiroyli kartinkalarimiz va dekorniy mahsulotlarimiz qo'yilgan, hurmatli obunachilar. Qaranglar, bu xonadonimizda ikkita sanuzeldan iborat. Bunisi mana dushovoy, bunisi vanna. Xohlasangiz bunisiga kirib cho'miling, xohlasangiz bunisiga kirib. Bu yoqda esa mehmonlaringiz kelsa, mana qo'llarini yuvib, alohida kirib ketsalar ham bo'ladi. Aynan hammomga kirib yuvish shart emas. Endi esa mana bolalar yotoqxonasiga kiramiz. Bolalar yotoqxonasi ham komfortli qilingan. Ikkita divanimiz bor, kartinkalari, konditsionerlari, lustralari va devorlarimiz o'sha yargi rangda atachinto qilingan. Bu yoqda mana dars qilib o'tirish uchun joylari, kompyuterlarni ham qo'yib foydalansa bo'ladi. LG televizorlari va bu yoqda kitob javonchalarimiz ham bor. Endi kattalar spalnisiga kiramiz. Kattalar spalnimiz ham hamma sharoitlarga ega, hurmatli obunachilar. Mana spalni qismimiz juda ham chiroyli birralari va mana televizorlari, ayollarimiz uchun komodlari, shkoflari va uyimizda juda ham kreativniy bo'lgan kartinkalarimiz bor. Bu uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda skitkada narxini Telegram kanalimizda bilib olasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlar bilan Muhibulom Abdurahim bo'ldi. Sog' bo'linglar.